hamma ayollarni 90% ayollarni qiynaydigan savol kelgan. Bu savolga men javob bermaslikning iloji yo'q. Nodira opa, yuzimda 10 yillik dog'larim bor. Undan qanday qutulishni o'rgating. Faqat uy sharoitida. Xo'p, bunga ham zo'r retsept beraman, faqat qilishinglar kerak qizlar. Juda ham zo'r retsept. 1 oyda rezultat ko'rasizlar. 1 oyda. Uni ham hozir tayyorlab ko'rsataman. Ketdik. Xo'sh, demak 10 yillik dog'i ketkazishni o'rganamiz. Ya'ni arzon bo'lishi kerak, kam xarj bo'lishi kerak, oson bo'lishi kerak va mana bu shkafdagi narsalardan tavsiya qilmasligim kerak. Ko'pchiligingizning xohishingiz shu, bilaman. Qimmat narsalarga imkoniyatim yo'q, Nodira opa, sizga borishga imkoniyatim yo'q, arzonroq narsa o'rgating. Demak, 10 yillik dog'iga mana nima? Mana shu narsa, 2 ta ampula. Qizlar, 2 ta ampula. Bu haqiqatda ishlaydigan narsa. O'ylamanglar, hamma yoqda aytayapti-yu, hamma joyda Instagramda shu narsani gapiryapti, nima dog' oqarmayapti hech kimda. Chunki hamma lintsay. Oxirigacha qilmaysizlar. 1 oy davomida mana shu narsani qilinglar. Demak, bittasi bu aloy. Mana aloy aptekadan olasizlar va ikkinchisi askorbinovaya kislota. Aloy va askorbinovaya kislota. Ikkalasini ampulani sindiramiz. Ikkalasini ham vatni diskka to'kamiz, ichini polностью ikkalasini bittadan to'kib olib, yaxshilab toza yuvilgan yuzni artamiz qizlar. Vatni disk bilan yuzinglarni yaxshilab artasizlar. Yarim soat bu narsa turishi kerak. Yarim soatdan keyin Bepanthen mayzi yoki kremini surib qo'yamiz. Demak, 1 oy davomida mana shu narsani qilasizlar. Ko'chaga chiqqanda kunduz kuni SPF surib chiqish esinglardan chiqmasin. Bu волшебный ampula, eng arzon aptekada bundan arzon ampula yo'q, menimcha. Narxini to'g'risi bilmayman, aytib ham o'tirmayman. Olib ishlatishni boshlanglar. Rezultatni ko'rasizlar. 10 yillik dog'larni ham zo'r ketkazadi. Bo'ldi, dog'lar bilan shu bilan xayrlashamiz. Imkoniyatinglar bo'lsin, конечно, yaxshi sivorotka, kremlardan ham foydalanib yursanglar, bu dog'lar qaytmaydi va yuzinglar yaraqlab, yaltirab, sochni bo'lib turadi har doim. Sog' bo'linglar. 10 yillik dog'lardan, yuzdagi dog'lardan qutulish retseptini o'rgatdim, toner o'rgatdim qizlar. Buni to'liq ma'lumotini, qaysi ampulalardan foydalanish, qay payt foydalanish bo'yicha to'liq ma'lumotni olish xohlasanglar, kommentariyaga dog' so'zini yozib qoldiringlar. Direktga har bittangizga alohida ma'lumot jo'natamiz.